Assalomu alaykum, aziz opa-singillar, hurmatli onaxonlar va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Pensioner ayollar uchun pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan yangi tartib va amaliy o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot ayniqsa yillar davomida ishlagan, farzand tarbiyalagan, hujjatlari to'liq bo'lmagan yoki pensiyasi kam chiqib qolgan ayollar uchun juda muhim. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik ayollar aynan bitta kichik hujjat, bitta staj davri yoki bitta noto'g'ri hisob tufayli har oy kam pensiya olib yurishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying va bu videoni albatta onangizga, opangizga, qo'shningizga, mahalladagi pensioner ayollarga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni bilgan odam o'z haqqini talab qila oladi. Bilmagan odam esa yillar davomida yo'qotishda davom etadi. Men ko'p murojaatlarda bir xil holatni ko'raman. Ayol kishi 25-30 yil mehnat qilgan, bir nechta farzandni katta qilgan, lekin pensiyaga chiqqanda unga juda past pensiya tayinlangan. Sababini so'rasangiz, staj yetmagan, ma'lumot topilmadi, arxivdan hujjat chiqmagan, bola parvarishi davri hisobga olinmagan, ish haqi tasdiqlanmagan degan javoblarni eshitadi. Avval qanday edi? Avval pensiya tayinlash yoki qayta hisoblash jarayonida ko'p narsa pensionerning o'ziga yuklatilardi. Masalan, ayol kishi 1995 yilda bir korxonada ishlagan bo'lsa, o'sha korxona allaqachon yopilib ketgan bo'lishi mumkin. Hujjatlar arxivga topshirilganmi yoki yo'qmi noma'lum. Ayolning qo'lida eski mehnat daftarchasi bor, lekin undagi yozuvlar xira, muhr aniq emas yoki lavozim nomi to'liq yozilmagan. Natijada pensiya jamg'armasi xodimi tasdiqlovchi hujjat olib keling deb qaytarishi mumkin edi. Endi esa tartib asta-sekin yengillashmoqda. Eng muhim o'zgarish shuki, ayrim ma'lumotlar idoralararo elektron tizimlar orqali tekshirilishi, mavjud hujjatlar asosida qayta ko'rib chiqilishi va ayollarning staji, bola parvarishi davri, ish haqi hamda boshqa huquqlari bo'yicha murojaatlari avvalgidan ancha tezroq ko'rib chiqilishi mumkin. Ya'ni ayol kishi men pensiyaga chiqdim, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylamasligi kerak. Pensiya tayinlangandan keyin ham agar yangi hujjat topilsa yoki avval hisobga olinmagan davr aniqlansa, qayta hisoblashni so'rash mumkin. Bu yerda men alohida ta'kidlayman. Har bir ayolning pensiyasi avtomatik tarzda bir xil miqdorda oshadi deb tushunmaslik kerak. Bu yangi tartibning foydasi shundaki, kimning haqiqatan ham hisobga olinmagan staji, ish haqi yoki bola parvarishi davri bo'lsa, o'sha ayol o'z pensiyasini qayta ko'rib chiqarishi mumkin. Natija har bir kishining hujjatiga, ish stajiga, oylik ma'lumotlariga va amaldagi pensiya hisoblash qoidalariga bog'liq bo'ladi. Birinchi navbatda pensioner ayollar 3 ta asosiy narsani tekshirishi kerak. Ish staji to'liq hisobga olinganmi? Farzand parvarishi davrlari hisobga olinganmi? Ish haqi to'g'ri olinganmi? Mana shu 3 ta yo'nalish pensiya miqdoriga eng ko'p ta'sir qiladi. Ish staji deganda faqat oxirgi ishlagan joyingiz emas, balki hayotingiz davomida qonuniy ishlagan barcha davrlar tushuniladi. Masalan, siz 1934 yildan 1934 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagansiz. Keyin 1934 yildan 1934 yilgacha farzand parvarishida bo'lgansiz. Keyin 1934 yildan 2005 yilgacha maktabda texnik xodim bo'lib ishlagansiz. So'ng 2006 yildan 2015 yilgacha mahalladagi korxonada ishlagansiz. Bularning har biri alohida tekshirilishi kerak. Hayotiy misol keltiraman. Deylik, Zaynab opa 32 yoshda. U pensiyaga chiqqanda unga 23 yil staj hisoblangan. Lekin o'zi yaxshi biladi. U jami 29 yil ishlagan. Tekshirib ko'rilsa, 1992-1993 yillardagi ishlagan korxonasi yopilib ketgani uchun o'sha 6 yil pensiya hisobiga kiritilmagan. Agar Zaynab opa arxivdan ma'lumotnoma topib kelsa yoki ushbu davr boshqa hujjatlar bilan tasdiqlansa, uning pensiyasi qayta hisoblanishi mumkin. Har oy qo'shimcha 100 ming, 200 ming yoki undan ko'proq chiqishi ehtimoli bor. Bu aniq raqam emas, lekin har oyda ozgina o'sish ham yilga katta summaga aylanadi. Ikkinchi muhim masala, farzand parvarishi davri. Ko'p ayollar men uyda bola qaraganman, bu ish hisoblanmaydi deb o'ylaydi. Aslida pensiya qonunchiligida bola parvarishi bilan bog'liq ayrim davrlar stajga kiritilishi mumkin. Bu ayniqsa ko'p farzandli ayollar uchun muhim. Lekin bu yerda ham chegaralar, shartlar va hujjatlar bor. Har bir farzand bo'yicha tug'ilganlik guvohnomasi, onalik holatini tasdiqlovchi hujjatlar ayrim vaziyatlarda
nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Masalan, Muhabbat opa 5 nafar farzandning onasi. U hayoti davomida 12 yil rasmiy ishlagan. Pensiya tayinlanganda unga staj kamroq deb minimalga yaqin pensiya chiqarilgan. Keyin farzand parvarishi davrlari ko'rib chiqilganda ayrim davrlar stajga qo'shilishi mumkinligi aniqlangan. Natijada uning umumiy staji ko'payadi. Staj ko'paygani pensiya hisobiga ta'sir qiladi. Ayniqsa avval hujjatlar topshirilmagan bo'lsa yoki pensiya bo'limi bo'la parvarishi davrlarini to'liq ko'rmagan bo'lsa, bu juda muhim. Uchinchi masala ish haqi. Pensiya faqat stajdan iborat emas. Ishlagan davringizdagi oylik ish haqi ham muhim. Ba'zi ayollar ko'p yil ishlagan, lekin pensiya hisoblashda eng past ish haqi davrlari olingan bo'lishi mumkin. Yoki yuqori oylik olgan yillari hujjat bilan tasdiqlanmagani uchun hisobga kirmagan bo'lishi mumkin. Masalan, Saodat opa 2000-2005 yillarda yaxshi maosh olgan, lekin arxivda ish haqi ma'lumoti yo'q deb topilgan. Pensiya esa boshqa pastroq davrlar asosida hisoblangan. Agar u korxona arxivi soliq ma'lumotlari, ish haqi vedomoslari yoki boshqa rasmiy manbalar orqali maoshini tasdiqlasa, pensiya miqdori qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Men buni juda aniq aytaman. Hamma pensioner ayollar bir marta bo'lsa ham o'z pensiya hujjatlarini tekshirtirishi kerak. Lekin ayrim toifadagi ayollar ayniqsa e'tiborli bo'lishi zarur. Birinchi toifa ko'p farzandli ayollar. Siz 3, 4, 5 yoki undan ko'p farzandni tarbiyalagan bo'lsangiz, farzand parvarishi davri qanday hisobga olinganini tekshiring. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari to'liq bormi? Familiya o'zgarishlari hujjat bilan mos keladimi? Onalik ma'lumoti to'g'ri kiritilganmi? Bularning barchasi muhim. Ikkinchi toifa eski korxonalarda ishlagan ayollar. Sovet davrida kolxozda, fabrikada, zavodda, maktabda, bog'chada, tibbiyot punktida, savdo tashkilotida, maishiy xizmatda ishlagan bo'lsangiz, sizning hujjatlaringiz arxivda bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasidagi bitta muhning noaniqligi butun bir necha yilni hisobdan chiqarib yuborishi mumkin. Shuning uchun arxiv ma'lumotnomalarini izlashdan erinmang. Uchinchi toifa pensiyasi juda past chiqqan ayollar. Agar sizning stajingiz ko'p bo'lsa-yu, pensiyangiz atrofdagilarnikidan ancha kam bo'lsa, sababini bilish kerak. Davlat shunaqa belgilan ekan deb qo'l siltamang. Ba'zan muammo hisob kitobida emas, hujjatning yetishmasligida bo'ladi. Hujjat topilsa, hisob ham o'zgaradi. To'rtinchi toifa familiyasi bir necha marta o'zgargan ayollar. Masalan, qizlik familiyangiz boshqa, nikohdan keyingi familiyangiz boshqa. Keyin ajrashgan yoki qayta turmush qurgan bo'lsangiz yana o'zgargan. Eski mehnat daftarchasida bir familiya pasportda boshqa familiya bo'lsa, pensiya organlari buni bog'lab ko'rishi uchun nikoh guvohnomasi, ajrashganlik hujjati yoki fadaiyo ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Aks holda sizning o'zingiz ishlagan davringiz ham boshqa shaxsga tegishli deb ko'rinib qolishi mumkin. Agar siz pensiyaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz, barcha ma'lumotlaringiz elektron bazada bo'lsa, ish joylaringiz to'liq ko'rsatilgan bo'lsa, farzandlar bo'yicha hujjatlar topshirilgan bo'lsa va pensiya tayinlanganda sizga hisob-kitob tushuntirilgan bo'lsa, katta xavotirga o'rin yo'q. Lekin baribir men bir marta tekshirishni tavsiya qilaman. Chunki elektron tizimda ham ba'zan inson omili, noto'g'ri kiritilgan sana, noto'g'ri familiya yoki yetishmayotgan ma'lumot bo'lishi mumkin. Agar siz hech qachon rasmiy ishlamagan bo'lsangiz, faqat norasmiy mehnat qilgan bo'lsangiz, buni stajga kiritish qiyin bo'ladi. Chunki pensiya tizimi hujjatga asoslanadi. Men ishlaganman. Hamma biladi degan gapning o'zi yetmaydi. Guvohlar, arxivlar, buyruqlar, maosh hujjatlari, mehnat daftarchasi yoki boshqa rasmiy dalillar kerak. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Har qanday bola parvarishi davri avtomatik stajga qo'shilmaydi. Qonunchilikda bu borada aniq cheklovlar bor. Farzand tug'ilganidan keyingi ma'lum davrlar hisobga olinishi mumkin, lekin hamma yillar cheksiz qo'shilib ketmaydi. Shuning uchun men 10 yil uyda bola qaraganman, hammasi staj bo'ladi deb o'ylash noto'g'ri. Qaysi davr hisobga olinadi, qaysi bir olinmaydi. Buni pensiya bo'limi hujjatlar asosida aniqlaydi. Ikkinchi nozik jihat. Bir davr 2 marta hisoblanmaydi. Masalan, ayol bir vaqtning o'zida rasmiy ishda bo'lgan va bola parvarishi ta'tilda bo'lgan bo'lsa, bu davr alohida 2 karra qo'shilmaydi. Tizimda bir davr faqat tegishli tartibda hisobga olinadi. Ba'zi odamlar bola parvarishi ham ish joyi ham qo'shilsa, stajim 2 barobar bo'ladi deb o'ylaydi.
Yo'q, bunday emas. 3-nozik jihat. Arxiv hujjatida xato bo'lishi mumkin. Masalan, ismingiz Gulbahor o'rniga Gulbahor deb yozilgan, tug'ilgan yilingiz noto'g'ri tushgan, otangizning ismi qisqartirib yozilgan bo'lishi mumkin. Bunday xatolarni e'tiborsiz qoldirmang. Kerak bo'lsa, arxivdan tuzatish xati, aniqlashtiruvchi ma'lumotnoma yoki FDIdan shaxsni tasdiqlovchi ma'lumot oling. 4-nozik jihat. Mehnat daftarchasi yo'qolgan bo'lsa ham hammasi tugadi degani emas. Ko'pchilik ayollar mehnat daftarcham yo'qolgan, endi tajimni isbotlay olmayman deb qo'rqadi. Aslida boshqa hujjatlar ham yordam beradi. Ishga qabul qilish haqidagi buyruq, ishdan bo'shatish buyrug'i, maosh vedomosti, arxiv ma'lumotnomasi, kasaba uyushmasi hujjati, soliq yoki sug'urta to'lovlari ma'lumotlari eng muhimi izlanish kerak. 5-nozik jihat. Pensiyani qayta hisoblash har doim ham juda katta o'sish beradi deb kafolat yo'q. Ba'zan yangi topilgan mitti 2 yil staj pensiyani o'zgina oshiradi. Ba'zan esa yuqori ish haqi davri tasdiqlansa sezilarli farq bo'ladi. Masalan, bir ayolda qo'shimcha 30 yil staj topiladi. Pensiya 90 ming so'mga oshadi. Boshqa ayolda esa 5 yillik yuqori maosh davri aniqlanadi. Pensiya 300 ming so'mga oshishi mumkin. Har bir ish alohida hisoblanadi. 6-nozik jihat. Murojaat qilgan kundan keyingi to'lovlar masalasi. Ko'p hollarda qayta hisoblash hujjat topshirilgan va ariza berilgan sanadan boshlab ko'rib chiqiladi. Shuning uchun kechiktirmaslik kerak. Agar siz keyin boraman, 1 oy o'tsin, 2 oy o'tsin deb yursangiz, o'zingizga zarar bo'lishi mumkin. Hujjatni qancha erta topshirsangiz, masala shuncha erta yuradi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlaringizni yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, eski ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, arxiv javoblari, maosh to'g'risidagi hujjatlar, diplom yoki o'qish davriga oid hujjatlar bo'lsa, hammasini bir papkaga soling. Ikkinchi qadam, pensiyangiz qanday hisoblanganini so'rang. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Xodimdan hurmat bilan aniq qilib so'rang. Mening pensiyamni hisoblashda qaysi ish stajlarim kiritilgan, qaysi davrlar kiritilmagan? Farzand parvarishi davrlari hisobga olinganmi? Ish haqi qaysi yillar bo'yicha olingan? Bu savollarni og'zaki beribgina qolmang. Kerak bo'lsa, yozma ariza ham qoldiring. 3-qadam, agar biror davr kiritilmagan bo'lsa, sababini yozib oling. Masalan, 1989-1994 yillar bo'yicha arxiv ma'lumoti yo'q. Mehnat daftarchasidagi yozuv tasdiqlanmagan. Familiya mos kelmayapti. Farzand tug'ilganlik hujjati taqdim etilmagan. Sababni bilsangiz, yechimni topish oson bo'ladi. 4-qadam, arxivga murojaat qiling. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat davlat arxiviga so'rov bering. So'rovda korxona nomini, taxminiy ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, o'sha paytdagi familiyangizni yozing. Masalan, men Karimova Gulnora Tursunovna 1996 yildan 1991 yilgacha falon tikuv fabrikasida tikuvchi lavozimda ishlaganman. Ushbu davr bo'yicha ishga qabul qilish, bo'shatish va ish haqi ma'lumotlarini berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada yozing, biri ularda qoladi, ikkinchisiga qabul qilingan sanani qo'ydirib oling. 5-qadam, FDIO hujjatlarini tartibga keltiring. Agar tug'ilganlik guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, dublikat oling. Agar nikoh guvohnomasi yo'q bo'lsa, qayta oling. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, buni bog'lovchi hujjatlarni toping. Pensiya masalasida familiya zanjiri juda muhim. Qizlik familiyangizdan hozirgi familiyangizgacha hammasi hujjat bilan ko'rinib turishi kerak. 6-qadam, qayta hisoblash uchun ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin. Mening pensiyamni yangi taqdim etilayotgan hujjatlar asosida qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Ilova, mehnat stajini tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari nusxalari, ish haqi ma'lumotnomasi. Arizani topshirganingizda albatta ro'yxatdan o'tkazilganiga ishonch hosil qiling. 7-qadam, javobni kuting, lekin nazoratsiz qoldirmang. Har bir murojaatning ko'rib chiqish muddati bor. Agar muddat o'tib javob bo'lmasa, qayta murojaat qiling. Agar rad javobi kelsa, rad etish sababyozma bo'lishini so'rang. Bo'lmaydi degan og'zaki javob bilan to'xtamang. Yozma javob bo'lsa, keyingi bosqichda yuqori tashkilotga yoki zarur bo'lsa huquqiy maslahatga murojaat qilish mumkin. 8-qadam, farzandlaringizdan yordam so'rang.
Ko'p onaxonlar hujjat yig'ishda qiynaladi. Arxivga borish, navbatda turish, ariza yozish, nusxa ko'chirish oson emas. Shuning uchun farzandlar, kelinlar, nabiralar bu ishda yordam berish kerak. Bu oddiy yordam emas, bu onaning yillar davomida qilgan mehnatini tiklashdir. Yana bir real holatni tasavvur qiling. Oygul opa 64 yoshda, pensiyasi 20 million 7 ming so'm atrofida. U 4 farzandni katta qilgan, kolxozda ham ishlagan, keyin bog'chada enaga bo'lgan. Pensiya tayinlanganda kolxoz davri bo'yicha ma'lumot to'liq chiqmagan, faqat bog'cha davri hisoblangan. Farzandi arxivga murojaat qiladi. Kolxozning eski vedomoslari topiladi. 7 yillik ish staji tasdiqlanadi. Keyin pensiya bo'limiga qayta hisoblash so'rab ariza beriladi. Natijada pensiya oshishi mumkin. Mana shu yerda bitta arxiv qog'ozi har oy onaning dasturxoniga qo'shimcha baraka olib keladi. Yana bir misol. Dilbar opa pensiyaga chiqqanida farzandlarining tug'ilganlik guvohnomalari to'liq topshirilmagan. Chunki 2 farzandi boshqa viloyatda tug'ilgan, hujjatlar eski sandiqda qolgan. Keyin hujjatlar topiladi va topshiriladi. Agar bola parvarishi davri avval hisobga olinmagan bo'lsa, qayta ko'rib chiqish orqali staj oshishi mumkin. Lekin juda muhim imkoniyat. Men alohida ogohlantiraman. Hech kimga pul bersangiz pensiyangizni oshirib beraman deb ishonmang. Pensiya faqat hujjat va qonuniy hisob-kitob asosida oshadi. Agar sizda hujjat bo'lsa, uni rasmiy tartibda topshiring. Agar hujjat bo'lmasa, uni qonuniy yo'l bilan arxivdan izlang. Vositachilarga tanish bilish, va'da qilgan odamlarga pul berishdan saqlaning. Ikkinchi ogohlantirish, soxta hujjat tayyorlatmang. Bu juda xavfli. Soxta arxiv ma'lumotnomasi, soxta ish haqi hujjati yoki noto'g'ri guvohnoma keyinchalik katta muammo tug'diradi. Pensiya ortiqcha to'langan deb topilsa, qaytarish talab qilinishi mumkin. Hatto qonuniy javobgarlik masalasi ham chiqadi. Shuning uchun faqat rasmiy hujjat bilan ishlang. Uchinchi ogohlantirish, hujjatlarning asl nusxasini hech kimga nazoratsiz bermang. Nusxa kerak bo'lsa, nusxa topshiring. Asl hujjat topshirilsa, qabul qilinganligi haqida tilxat yoki qayd bo'lishi kerak. Ayniqsa eski mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, arxiv hujjatlari yo'qolib qolsa, yana tiklash qiyin bo'ladi. 4-chi ogohlantirish. Bir marta rad javobi oldim deb to'xtab qolmang. Ba'zan rad javobi hujjat yetishmagani uchun bo'ladi. Yetishmayotgan hujjatni to'ldirsangiz, masala ijobiy hal bo'lishi mumkin. Ba'zan esa xodim masalani to'liq tushuntirmagan bo'ladi. Shuning uchun xotirjam, tartibli va hujjat bilan harakat qiling. Aziz opa-singillar, bugungi gapning asosiy ma'nosi shuki, pensioner ayollar o'z pensiyasi qanday hisoblanganini bilishi shart. Yangi yengilliklar, elektron ma'lumot almashinuvi, arxiv hujjatlarini qayta ko'rib chiqish imkoniyatlari va bola parvarishi davrlarini tekshirish orqali ko'plab ayollar o'z haqqini tiklashi mumkin. Lekin bu ish o'z-o'zidan bo'lmaydi. Siz hujjatlaringizni yig'ishingiz, pensiya bo'limiga murojaat qilishingiz, kiritilmagan davrlarni aniqlashingiz va qayta hisoblashni so'rashingiz kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq hujjatlaringizni bir joyga yig'ing, farzandlaringiz bilan maslahat qiling. Pensiya hisobingizni tekshirtiring. Ayniqsa ko'p farzandli bo'lsangiz, eski korxonalarda ishlagan bo'lsangiz, pensiyangiz past chiqqan bo'lsa yoki familiyangiz o'zgargan bo'lsa, bu masalani ortga surmang. Kommentariyada yozing. Sizning pensiyangizda staj yoki farzand parvarishi davri bo'yicha muammo bo'lganmi? Qaysi hujjatni topishda qiynalyapsiz? Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni barcha pensioner ayollarga yetkazing. Chunki bir odam bilgan ma'lumot butun bir oilaning daromadini yaxshilashi mumkin.